Diqqat, siz iyul oyida tug'ilganmisiz? Iyul oyida tug'ilgan insonlar uchun xavfli davr boshlandimi? Munajjimlar ogohlantirdi. Iyul oyida tug'ilgan insonlar uchun barcha haqiqatlar ochiqlandi. Tezda video rolikni ko'rib xabardor bo'ling. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, video roliklardan to'liq xabardor bo'lish uchun like bosib, albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosganlar video rolik oxirida 50 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling. Iyul oyida tug'ilganlar ko'pchilik rashkchi insonlar. Ular ko'proq o'z juftiga sodiq insonlar bo'lib, iyul oyida tug'ilgan insonlar bolajon bo'lib, bolalarni yaxshi ko'rishadi. Ulardan juda yaxshi ota-ona chiqishadi. Iyul oyida tug'ilgan insonlar yaxshi ta'riflarga juda ko'p, ular ko'pchilik nazarda ideal insonlar. Umuman aytganda bu insonlardan kamchilik topish juda qiyin. Bu insonlar ko'ngil nozik insonlar bo'lib, ulardan ko'pchilik yaxshigina yozuvchilar chiqadi. Negaki bu insonlar kichik bir voqeani katta bir romanga aylantirib yuborishi mumkin. Iyul oyida tug'ilgan insonlar ham aqlli, ham yuragi bilan sevadigan insonlardir. Demak, bu insonlar hayotda o'z juftini topishda kamdan kam xatoga yo'l qo'yishadi. Umuman aytganda xushchaqchaq, mehribon, o'ta rashkchi, shu bilan birgalikda aqlli insonlardir.